Hop, markazi 0,0 nuqtada bo'lgan va radiusi 1 ga teng bo'lgan birlik aylana trigonometrik birlik aylana deyiladi. Hop, bu y o'qi, bu x o'qi, markazi qayerda 0,0 nuqtada. Radiusi nechaga teng? Radiusi o'sha mana shu r bo'ladi. Radiusi 1 ga teng. Radius nima? Aylana markazi va aylana orasidagi masofa aylana radiusi deyiladi. Aylana markazi va aylana chizig'i orasidagi masofa radius deyiladi. Shu radius nechaga teng? 1 ga teng. Bu 1 metrmi, 1 santimetrmi, bir raqam bo'lishi kerak. Ya'ni o'lchov birligi 1 bo'lishi kerak. Tushunarlimi? O'lchov soni 1 bo'lsa, shu 1 birlik aylana deyiladi. Ya'ni trigonometrik 1 birlik aylana deyiladi. Aytyaptiki, mana shu burchak alfa bo'lsa, shu burchak alfani sinusi deb, shu radiusni aylanadagi nuqtasi shuni y-si, ya'ni ordinatasiga aytiladi. Bu yerda mana shu nuqtani y-si yarim bo'lsa, ya'ni 1/2 bo'lsa, shu 1/2 teng bo'ladi. Mana shu burchak 35 bo'lsa, 40 bo'lsa, 50 bo'lsa, bilmaymiz, 30 gradus bo'lsa, demak shu burchak 30 gradus sinusi teng o'sha mana shu nuqtani y-siga aytiladi. Tushunarlimi? Y-siga aytiladi. Aytdan misol 120 gradus. 120 gradus qarasini mana shu yerda bo'lsin. Shu necha gradus? 120 gradus. 120 gradus bizga nimasi kerak? Sinus kerak. Sinus 120 gradus degani shu radiusni aylanadagi nuqtasini nimasiga? Y-siga aytiladi. Mana shu nuqtani ikkisi y-si bor, a? Ikkisini bilishda x-ga borasiz, y-sini bilishda y-ga borasizmi? Y-ga borasiz. Shu nuqtani ikkisi y-si bor-da. Shu nuqtani y-si mana shu burchakni sinusiga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu burchak alfani kosinusi deb nima ekan? Shu burchak alfani kosinusi deb radiusning aylanadagi nuqtasini absissiyasi, ya'ni x-ga aytiladi. Misol 120 gradus hozir o'lchagan burchagimizni kosinusi kerak, to'g'rimi bizga? Kosinus 120 gradus bilish uchun, demak radiusni 120 gradusga burilgandagi burchagini kosinusi kerak desa, kosinusi shu burchakni topish uchun, demak mana shu radiusni aylanadagi nuqtasini x-ga aytiladi. Shu kosinus, sinus nima ekanligiga savolga javob. Demak bu sinus kosinusni berishdan maqsad burchakdan radianga o'tib olish, ya'ni songa o'tib olish. Burchakni songa aylantirib olish. 30 gradus nechaga teng? Shuni songa aylantirib olishni bog'lovchi vosita o'sha sinus kosinus. Endi 1,0 nuqta qayerda? 1,0 nuqta mayda, bilasiz. X-si 1 ga teng, y-si 0 ga teng bo'lgan nuqta, x-si mana shu nuqta 1,0. Endi aytayaptiki qoida. Shu 1,0 nuqtadan soat strelkasiga qarama-qarshi yurish musbat burish, soat strelkasi bo'ylab burish bo'lsa, manfiy burish deyiladi. Nimani burasiz? O'sha radius, mana radius, shu radiusni shu uchidan ushlab, mana shu soat strelkasiga qarama-qarshi yuradigan bo'lsangiz, shu musbat yurish deyiladi. Soat strelkasi bo'ylab yurish bo'lsa, bu manfiy yurish deyiladi. Misol uchun 30 gradus. Bu ishorasi plyusdan, plus 30 gradus deb bilish uchun shu radiusni 30 gradus bursangiz nima keladi? Shu mana radius o'zim aytdi edi, de burildi, men olib keldi. Ve 30 gradus burilgan bo'ladi. Agar mana shu -30 bo'ladigan bo'lsa, shuni ushlab turib menga manfiy yurish uchun -30 deyapti, to'g'rimi? Soat strelkasi bo'ylab yurasiz. Bo'ylab yurganingizda strelka nima keladi? Nechta keladi? Bu endi manfiy yurish bu. Soat strelkasiga qarshi yurish musbat, yo'nalishi bo'yicha yurish nima? Manfiy yurish deyiladi. Bu ham 30 gradus, bu ham 30 gradus. Lekin mana plus 30 bo'lsa, bu -30 gradus bo'ladi. Tushunarlimi? Shunaqa graduslarda endi bizga sinus kerak, kosinus kerak. Tangens alfa, mana shu burchakni, mana shu alfa bo'lsa, shu burchak tangensi deb, demak shu burchak sinusining kosinusiga nisbati bo'ladi. Shu burchak sinusini shu burchak kosinusiga nisbati bo'ladi. Katangens bo'lsa-chi? Katangens alfa degani shu alfa burchakni kosinusini shu alfa burchakni sinusiga nisbati bo'ladi. Katangens alfa teng kosinus alfa taqsim sinus alfa. Kosinus alfa faraz qiling, mana shu burchak alfa, alfani kosinusi x, alfani sinusi bo'lsa y-si, to'g'rimi? Alfani kosinusi x, alfani sinusi y ga teng. Bundan ham sinus alfa y edi, kosinus alfa x edi. Demak, tangens alfa shu burchakda sinusini kosinusiga nisbati deyapmiz. Endi tangens alfa
shu burchakni hosil qiluvchi radiusini aylandagi nuqtasini yigrisini x ga nisbati bo'ladi. Shu burchakda katangensi bo'lsa, shu burchakda hosil qiluvchi radiusning aylandagi nuqtasini x-ni y ga nisbati bo'ladi. Almashgani katangensi o'zaro bir-biriga nisbatan teskari sonlar deyiladi hamda. Teskari sonlikda kalasi ko'paytirmasi doim 1 deyiladi. O'sha bir xil burchakni tangens va katangens ko'paytirmasi doim 1 deb olinadi. Bir xil burchak bo'lishi, ikki xil bo'lmasligi. Bir xil burchakni tangens va katangens ko'paytirmasi nimaga teng? 1 ga teng. Chunki o'sha alfani katangens x taqsim y qo'ysiz o'rniga, o'sha alfa tangensi y taqsim x qo'ysiz, y'lar x lar qisqarib nima chiqadi? 1 chiqadi. Tangens alfa. Hop, birinchi chorak qaysi desa, birinchi chorak o'sha 0 gradus 90 gradusga bo'lgani birinchi chorak bo'ladi. 0 gradus 90 gradus. Men boshlang'ich 0 gradus degan. 1 turibdimi? Demak, u 0 gradus. Shuni musbat tomonga bursangiz, 90 ga bursangiz shu yerda qoladi. 90 dan ag'i mo'tisiqdan bag'i ikkinchi chorak degani. Qaytgisi ikkinchi chorak chegarasi. Mana ikki yozib qo'ydim. Birinchi chorak. Birinchi chorak qilyapman. Chex qo'yib tushunib olasizlar. 0 gradus bilan 90 gradus orasi birinchi chorak degani. Endi ikkinchi chorak o'sha 0 gradus bilan 90 gradus bilan 180 gradusni orasi. Uchinchi chorak bo'lsa 180 gradus bilan 260 mi 70 mi? To'rtinchi chorak bo'lsa 270 bilan 360 ni orasi bo'ladi. Endi maytdan chiziq olsangiz, shu birinchi chorak bo'ladi. To'g'rimi? Chunki gradus qayerda bo'lyapti? 45 mi, 30 mi, 35 mi? Demak, birinchi chorakda olingan. Agar siz 120 gradus oladigan bo'lsangiz, 120 gradus qayerga o'tib ketadi? Metdan boshlab metgacha 90 bo'lsa, 90 dan 30 o'tib ketyaptimi? Shu 30 gradus endi qayerga o'tib qoldi? Qiymati ikkinchi chorakga o'tib qoldi. Mana uni qiymati 1 da qoldi mana. Ikkinchi chorakga o'tib qoldi bu. 2 gradus oladigan bo'lsa, 2 gradus 0 gradusdan metgacha yursangiz 90, metgacha yursangiz 180 va yana 20 gradus yursangiz mek bo'ladi. Demak, 20 gradus uchun mekka kelish kerak ekan. Buni qiymati 3-chorakga o'tib qoldi deysiz. 280 olsa, 290 deydi. 290 qayerda desa, metgacha 90, metgacha 180, metgacha 270. Undan yana 290 bo'lishi uchun yana 20 o'tish kerak. 20 o'tsangiz, radius bunaqa aylanib keldi bunaqa joyga. To'g'rimi? Aylanib keldi bunaqa joyga. Shu joy, ya'ni shu 290 gradusda qiymati 4-chorakga o'tib qoldi deysizda. Demak, uni qiymati 4-chorakdan olinadi. Shu endi choraklarda qiymatlari bu. E'tibor bersangiz, mana shu sinus, demak, birinchi chorakdagi qiymati doim musbat bo'ladi. Chunki mana shu nuqtani y-si sinusi deyiladi. To'g'rimi? Mana shu burchakni. Shu burchak sinusi mana shu nuqtani y-siga aytiladi. Y-si bu yerda doim nima bo'ladi? Metdanmi farqi yo'q. Qolgan joyda nuqta olganingizda uni qiymati doim 0 dan tepada bo'lganligidan bu qiymat doim musbat bo'ladi. To'g'rimi? Ikkinchi chorakda ham qarang. Ikkinchi chorakda 120 gradus hisoblanadi bunaqa joy, to'g'rimi? 120 gradusda sinusini bilish uchun shu radius tayyorlagan nuqtasini y-siga borish kerak. Y taqani ekan bu yerda ham 0 dan yuqorida musbat bo'lyapti. Bu yerda onasining farqi yo'q. 170 bo'lsa, 170 gradus sinusini bilish uchun yana o'sha mana shu nuqtani y-siga borasiz. Y taqani nimada ekan? Tepada ekan. Demak, o'sha 90 bilan 180 gradus orasida ham doim y-si musbat ekan. Bunda ham doim musbat bo'lganligidan birinchi chorakda va ikkinchi chorakda doim musbat bo'ladi. Demak, birinchi chorak 0 va 90 orasi, ikkinchi chorak 90 va 180 orasi bo'ladi. Uchinchi chorak 180 va 270 orasi, to'rtinchi chorak 270 va 360 orasi bo'layotganligidan, demak, birinchi, ikkinchi chorakda sinus doim musbat ekan. Endi pastdan, ya'ni 200 metdan 200 gradus oldik, to'g'rimi? 200 gradus sinusni bilish uchun yana nima qilasiz? Shu radiusni nuqtasini, aylanadigan nuqtasini y-siga borasiz. Endi bu yerda y-si 0 dan pastda bo'lganligidan bu yerda manfiy bo'ladi. Yana men bunaqa joydan oling. To'g'rimi? Bu yerda necha bo'lsin? 250 gradus bo'lsin. Shu 250 gradus sinusni bilish uchun bunaqasi kelsa 250 bo'lyapti mana. 250 gradus sinusni bilish uchun yana shu nuqtani, aylanadigan nuqtasini y-siga borasiz. Chunki sinusi y-si deganmiz. Y taqani nima? 0 dan pastda.
Demak, bu 3-chorakda manfiy ekan. Hop, 4da ham manfiy bo'ladi. O'zi qolgani shu bo'ldi. Sababi men 4-chorakdan nuqta oldikda shuni naqaziga kelsa 4-chorak keldi. Mana shu burchakni sinusini bilish uchun yana y ga borsangiz, y 0 dan pastdami? 4da ham manfiy ekan deysiz. Demak, sinus alfa 1-chorak va 2-chorakda musbat, 3 bilan 4-chorakda manfiy. 1-chorak, 2, 3, 4 bo'ladi. Tushunarlimi? Endi chorak qanaqaligini bilib oldik. Mana 1-chorak, bu 2-chi, bu 3-chi, bu 4-chorak bo'lyapti, to'g'rimi? Kosinus 1-chorakda musbat bo'ladi. Chunki shu yerdan gradus oldik. Faqat 60 olsak, 60 kosinusni bilish uchun, demak shu nuqtani x-ni bilishingiz kerak. X-ni bilish uchun x o'qiga borasiz. Borsangiz 0 dan 10 tomondanmi? Demak, 1-chorakda kosinus musbat ekanini o'rasiz. 2-chorakda nima kosinus? Prosta misoldan 150 gradus olaylik. 150 gradusda, mana 150 gradus bo'lyaptimi? 150 gradus sinusini kosinusni bilish uchun yana shu nuqtani nimasiga borish kerak? X ga borish kerak. Chunki kosinus demak hosil qilgan burchakni radiusning aylanadigan nuqtasini absissasiga borib bilasiz. Mana ordinatasi sinusi bo'lsa, absissasi kosinus deymiz. Demak, kosinusni bilish uchun absissasiga borib bilish kerak. Absissasi bu yerda nima bo'lyapti? 0 dan chap tomonda bo'lyapti. Chap tomonda bo'lsa bu nima degani? Manfiy degani. Demak, keyingisi demak kosinus 1-chorakda musbat, 2da manfiy ekan ko'ryapsiz. Chunki absissasiga borganligimizdan, o'ng tomonda joylashganligidan u manfiy ekan. Xo'p, 3-chorakda kosinus nima? Biz necha gradus oldik? Faraz qiling 210 gradus oldik. 210 gradusni kosinusni bilish uchun shu radius aylanadigan nuqtasini x ga boriladi. X yana 0 dan chap tomonda bo'lyapti, ya'ni manfiy bo'lyapti. 4-chorakda nima bo'ladi? Bilish uchun 4-chorakdan qiymatini bilish uchun borsangiz, absissasiga, demak absissasi bu yerda nima bo'lyapti? 0 dan o'ng tomonda bo'lyapti. Bunaqada musbat deganimi? Musbat degani. O'zi buni qanaqaligini tushunib oling, qatdan bilishligini. Demak, kosinus 1da 4da musbat, 2 bilan 3da manfiy degani, to'g'rimi? Tangens-chi, tangens. 1-chorak, 2-chorak, 3-chorak va 4-chorakda qanaqa bo'ladi? 1-chorakda tangens nima degani o'zi? Tangens sinusini, o'sha alfani sinusini kosinusga nisbati degani. Sinus kosinus bu yerda hozir 1-chorakda ikkalasi ham musbatligidan nisbati nima chiqadi? Musbat chiqadi. 2-chorakda sinus kosinus nisbati bo'lganda, ya'ni sinus taqsim kosinus bo'lganda, sinus musbat bo'ladi. 2-chorakda kosinus manfiyligidan musbatni manfiyga nisbati manfiy bo'ladi. 3-chorakda hop, sinus ham kosinus ham 3-chorakda manfiy bo'lyapti. Mana 3-chorakda sinus ham kosinus ham manfiy bo'lyaptimi? Demak, sinus kosinusga nisbati bo'lganda manfiy taqsim manfiy nima degani? Musbat degani. 4-chorakda hop, sinus manfiy, kosinus musbat bo'lyapti. Manfiyda musbatga nisbati manfiy degani. Tangens musbat 1-chorakda, 2da manfiy, 3da musbat, 4da manfiy ekan. Tangensa xuddi shunaqa. Nisbat o'zgarib qolgani bilan, ya'ni sinus taqsim kosinus, bunda tangensda sinus taqsim kosinus bo'ladigan bo'lsa, katangensda kosinus taqsim sinus. Shuning uchun hop, hali musbat taqsim manfiy degan paytimizda manfiy taqsim musbat bo'ladi bunda. To'g'rimi? Musbat taqsim manfiy, manfiy taqsim musbatni ko'rsa nima chiqadi? Baribir manfiy chiqadi. Demak, shu bilan deyarli bir xillikdan musbat, manfiy bo'ladi. Xolos, siz metdan olsak, shu alfani katangens bilish uchun katangens nima degan? Kosinus taqsim sinus. 4-chorakda katangens kosinus taqsim sinusligida, kosinus 4da musbat, sinus manfiy. Musbat taqsim manfiy. Lekin nima bo'lyapti? Manfiy bo'lyaptimi? Misol beradi, misol uchun sinus alfa kare kosinus beta musbat manfiymi deydi. Bunda alfa 90 bilan +80 orasida deydi. Beta-chi, beta 270 bilan 360 orasida deydi. Hop, shu ko'payta musbat manfiymi hozir? Nimaga musbat? Choraklarda alfa 2-chorakda bo'lganligida 2-chorakda sinus musbat bo'lyapti. Beta qaysi chorak? 4-chorak. 4-chorakda olingan gradusda kosinus nima bo'ladi? Bu ham musbat bo'ladi. Musbat yana musbat, demak haqiqatda musbat bo'lyapti. 0 dan katta bo'lyapti. To'g'rimi?